Assalomu alaykum, hurmatli birodar, do'stlarim, yaqinlarim, meni tanigan, tanimaganlarim. Men bugungi chiqishimda kichkina voqeani ko'rsataman-da, nohaqligini bildiraman. Keyin biza anaqa blogerlar, men endi o'zimni bloger demayman-ku, lekin shunaqa bo'lib qolganimni o'zim bilmayman. Men shu qancha chiqish qilgan bo'lsam, shuncha ham bir gap gapirgan bo'lsam, birortasi anaqa to'g'ri yo'lni ko'rsatolmaganimdan xafaman. Mana hammamiz xato qilamiz. Xatoni to'g'irlash kerak. U boshqalarga o'rnak bo'lish kerak. Qilingan xatoni ko'rib odamlar tarbiya olish kerak deb tushunaman-da. Lekin tarbiyachi bo'ldim men. 10 yil kasb-hunar kollej talabalariga amaliyot o'tdim. Ularga guvohnoma berdim. Juda mehnatli o'tdim. Har kuni qiladigan ishim bo'ldi. Hammani qiladigan ishi bo'lsin. O'zini o'zi band qilsin. Hamma shu to'g'risida gapiradi. Lekin qanaqa unga yordam berishni bilmaydi. Prezidentimiz ham harakat qiladi. Lekin unica qiyin masala ekan. Qilinmayotgan ishlarni ko'rsatadi, qiladi, lekin bunga boshqalar quloq solmas ekan-da. Shunisi qiziq ekan. Ikkita tizim borligini his qildim. Men juda qiynalib ketdim. Olim Sulaymonni Qibraydan-da, men ham Qibraydanman. U ham deputat. O'zi juda bir yaxshi aqlli gaplar gapiradi. Men unga quloq solib xursand bo'laman. Men gohida xatolarini ko'raman uni. Endi Olim Sulaymon mendan xafa bo'lmasin. Olim Sulaymon u yaxshi inson. Men hech qachon odamlarni yaxshisan, yomonsan deb aytolmayman. Xatoni ko'rsam nima qilay? Xatolarni ko'rsam nima qilay? Xatolarni ko'raman, tushuntirib bera olmayman. Juda azob chekaman. Sababi shu xatoni tushuntirib bera olmaganimdan azob chekaman. Lekin kimga gapirishimni bilmayman, kimdan so'rashni bilmayman. Xalqimga qanaqa tushuntirib bera olaman, uni ham bilmayman. Men har chiqishimda hisobot qilaman. Oldin yozaman bir qog'ozga. Keyin uni muhokama qilganimda gapiraman. Mana Olim Sulaymonni xalq nima qilsin deb haligi insofsizlar deb chiqqan anaqa ko'rsatuvida 5 oy oldin chiqqan. Bunda haligi tovuqlarni boqish to'g'risida anaqalarni o'sha aholilarda yurib, ularni qilgan ishlarini, boshqasini, prezidentimiz ajratib bergan ishlarini hammasini gapirdi. U menimcha shu ko'rgazma qilib qo'yayotganga o'xshaydi-da. Hisobot yo'q-ku. Shuncha odamga berildi, mana shuncha odamga, bitta ikkita odamga beriladi, qolganlarchi? U yolg'on informatsiyaga o'xshab qolyapti-da. Olim Sulaymonni yomon demoqchi emasman, lekin u ko'p narsalarni xato deydi. Misol uchun mana deputatlar o'zini o'zi tayinladi deydi. Yo'q, unaqa bo'lmayapti. Uni har holda deputati yaqin odamlari bor.
anaqa yaqin kishilari bor. Unga deputat bo'lishiga hamma ko'chalarga afisha yozib qo'yishdi. Ularni deputatlarni suratlarini qo'yib qo'yishdi. O'tayotganda men hamma deputatga omad tiladim. Ishlasin dedim. Ishlasa yaxshi bo'ladi dedim. Har holda endi ular hisobot bermas ekan. Endi u bir-birimizni yomonlaganimizdan nima foyda bizga? Shuni tushunmayman. Keyin mana anaqa mahalla raisini o'zinglar saylanglar deyapti. Qanaqa qilib mahalla raisini o'zimiz saylaymiz? Uni hokim saylaydi-ku. Sistema boshqacha. Men allaqay shu tizimga Olim Sulaymondan shuni aytardimki, shuni so'rardimki, uni yo'q qilish kerak emas. Uni to'g'rilash kerak. Undan hisobot so'rash kerak. To'g'ri yo'lni ko'rsatib berish kerak. Nima qilishini bildirish kerak. Har bitta odam nima qilishini bilish kerak. Men haligi misol uchun qurilishi bir yaxshi ishini olib borganman. Yaxshi ishlash uchun Botir Zokirov qo'liga borganman, ishlaganman, unda subpodratda ishlaganman, bezak ishlarni bajarganman. Kirib maslahat so'rardim, mana shunaqa qilsam yaxshimi deb. Keyin hattobi arxitektura chizmam bo'lmasa ham binoni bezagini ko'rsatib berganman. Bir xil mahallada bezaklar oshib ketib qolgan deb maslahat so'rardim men. Deb keyin tushuntirardim. Deputatlarni joyi borish kerak dedim. Hokimiyatda deputat bo'lish kerak, mahallada deputat o'tirish kerak, o'tiradigan joyi bo'lish kerak. Shu to'g'risida aytildi, boshqa gap. Keyin anaqa mana shu ko'p narsalarni, jinoyatni ham, boshqa narsani ham hammasini mahalla o'zi hal qiladigan qaror kerak. Unga huquq berish kerak. Ajratilgan pullarga hisobot so'rash kerak. Qaysi fuqaroga qancha pul berdi, nima qildi deb. Mahallani vazifasi juda ham ko'p, og'ir. Mahalla raisini saylanglar, mahallaga vazifasini bildiring. Vazifasini, har bitta odamning vazifasini bildirib bering deyman. Men bu narsani shu anaqa kimdan so'rashni bilmaganimdan keyin Olim Sulaymon menga yaqin bo'lgani uchun shundan so'rayapman. O'ziga o'zi vakolat berish kerak. Unga deyapman, o'ziga o'zi emas, unga vakolat berish kerak mahalla raisiga. Matkohlikka o'tib ketdilar deyaptilar. Anaqa bu so'z nimani? Olim Sulaymonning so'zi. To'g'ri, uni ham bir boshqacharoq tushuntirib berishingizni xohlayman. Tashqi magistratsiyaga ishga tushdim deyapsiz. Men ishga tushganingiz bo'ldi, tushundimmi ishga tushganingizni? Siz ham Olim Sulaymon qilgan ishingizga mana shuncha odamga yordam berdim, mana palonchi, pistonchi, unga deb mashinaqa qilib sizga bir-ikki marta telefon qildim, telefonimga bandman deb javob berdingiz. Keyin sizga umuman anaqa telefon qilmadim. Chunki qiynaldim, obodonchilikni rivojlantirishga, prezidentimizni ajratgan pulni qidirdim. Hokimiyatda topolmadim. Mahalladan qidirdim, mahallada topolmadim. Yo'qolib ketdi. U to'g'risida alohida chiqish qilaman, unda hisobot qilib topshirib beraman. Aniq bildirib beraman. İmtiyozli 5% kredit berildi deyapsiz-da. Beryaptilar deyapsiz prezidentimiz imtiyozli. Shuni topolmadim men. Prezidentimiz aytdingizki 15 trillion so'm ajratildi deyapsiz. Bu sizning gapingiz. Unga hisobot yo'q-ku. Men bu pulni topolmadim. Qibray tumanida topolmadim. Umuman topolmadim. Siz
kambag'alchilikni yo'qotish to'g'risida deyapsiz. Shu 15 trillion so'mmi kambag'alchilikni yo'qotishga ajratildi deb gapiryapsiz. Shu kambag'alchilikni yo'q qilish uchun qancha gaplar gapiryapsiz. Shu xalqni aldayapsizmi deb o'ylayman. Siz gapiring, to'g'ri, siz gapirsangiz sizga so'z erkinlik bergan. Himoya qiling, boshqa qiling. Men 11-martda anaqani olgan bo'lsam, 12-martda anaqa chiqish qildim. Men erta noto'g'ri haligi inspektorlarni haqorat qilganim uchun uni o'chirib tashladim. Endi boshqacharoq tushuntirishga harakat qilaman. Shu ichida sizni ham xatolaringiz bor, siz ham shundan saboq olishingizni xohlayman. Hozir men o'qib beraman endi. Mana inspektori menga anaqa narishini qilganimga mana hozir o'qiyman. RB 259 63 09 85 96 bu raqamli menga anaqa nomer ko'rsatib yozilgan ekan. Nomer avtomobili 10 870. Endi mana bunisi Nexia 2 yozgan, Nexia 3 menda. Data нарушения 28 fevral 2025 yilda ekan. 11 dni назад. Data постановления 11 mart 2025 yil 2 часа назад deyapti. Bu meni telefonimga aniq сообщение keldi. Описание нарушения deyapti. Выезд на стоп-линии deyapti. Ben bu narушение mana. Qarang, Olim Sulaymon mana qarang. Выезд стоп-линия deyapti. Qani bu yerda stop-liniya? Kim ko'rsatib beradi menga stop-liniyani? Yo'q stop-liniya menda. Mana endi bunisi. Endi mana обозначение, mamda qildi, ko'z o'ynaydi qilgandan keyin обозначение дорожного знака deyapti. Обозначение дорожного знака deyapti. Bu yerda дорожный знак nima bo'lyapti? Bitta dona дорожный знак mana. Nima bu qanaqa znak? Pоворот qilayotganingda mana bu yerdan kelayotgan narsaga stopga qilib bo'shatib, keyin sen o'tishga haqqing bor degan znak bor. Mana. Mana bu tarafidan kelayotgan mashinaga yo'l berishing kerak degan znak. O'tsang bo'ladi degan znak. Mana o'tsa bo'ladi degan znak. Endi или разметки проезжей части дороги. Разметкой проезжей части. Разметки. Endi mana bu yerda razmetki deganidan keyin mana bunday palasa bo'lish kerak. Bunday o'tadigan razmetkasi bu palasa bunday bo'lib yoki mana bitta palasasi bo'lish kerak razmetka. Qani razmetka? Bitta razmetka qani? Yo'q razmetka. Endi yana nima deyapti narusheniyamda? При запрещающей сигнале светофора deyapti. Или запрещающие жесты регулировщика deyapti. Bu yerda to'g'ri mana bu yerda yozib qo'yibdi. Mana endi mana bu qizil chiroq. Запрещающие сигналы mana bu qizil chiroq. Haqiqatda men peshxod turibdi. Bitta peshxod turibdi. U ham aniq o'tadigan yo'li o'chib ketgan. Mana bu aniqasi bor, mana bu nimasi? Stop liniyasi bor. Bu ham o'chib ketgan. Mana bu palasa. Bu
anaqaga palastir degan nomi bor. Mana shuni palastir deydi. Mana bu yerda o'rtadagi chizuvlar bu shopurga yordam beruvchi chizuvlar bo'ladi. Buni anaqa bilmaydi. Dan xodimi bilmaydi. Dan xodimi mana bu palastirni inobatga olish kerak. Bu mamlakatda bizga yordam beradigan chizuvlarni inobatga u bizani nimamizdan, bizani o'zimizga o'zimiz. Mana bizga ruxsat berildi. Shuni men dan xodimiga tushuntirdim. Chorasini ko'raman deb va'da berdi. Sababiki bitta haligi inspektorning nomini aytib, uni haqorat qilib, uni uyiga, unda nima ayb? Endi qarang. Mana shu o'tgan beziyon, mana shu yerdan mana beziyon o'tyapman. Shu beziyon o'tganimga narx-navoni qarang. Narx-navoni qarang. Men o'zim bir kunda 200 ming pul topa olmayman bir kunda. U menga anaqa 4 ta minimalli bo'ladimi? 660 ming, 1 million 125 ming jarima so'vatdi-da. U jarimasini 50%ni to'lasam dedi. Endi qarang. Deputatlar o'zaro maslahat qilib qaror chiqarishdi. Bu qarori hamma eshitgan. Radar tamom. U aytayotdiki, 24 soatda, ya'ni bir sutkada ayb topilmasa, uni bekor qilinadi deyapti. Keyingi qaror chiqdi, sutkani ichida topilmasa, uni bekor qilinadi deyapti. Bitta bizada shu inspektor shu o'zini qarorini o'zi bilmagan holda men shuni gapirdim. Mana 28 fevralda anaqa data narushение bo'lgan ekan. 11 kundan keyin buni haligi inspektor nomard anaqa topishdi. Mana men aytyapti yana. Mana 11 martda 2 soat oldin 2 chasa nazar topdim deyapti. Endi Olim Sulaymon ko'ring, mana bu nohaqlikni qarang. Buni qanaqa to'g'irlasa bo'ladi? Narx-navoni qanaqa to'g'irlasa bo'ladi? U kambag'alchilikni yo'qotishga kiradimi yo pul ishlashga kiradimi? Siz shu haqda gapiring, hisobot qiling. Tizimni o'zgartirib bering. Bu sizdan meni iltimosim. Tizim o'zi noto'g'ri. Bu chiqarilayotgan qonun noto'g'ri. Hozir bu qonunni kim chiqaradi? Vazirlar Mahkamasimi? Vazirlar Mahkamasi JTKning qarorlarimi? Olim Sulaymon, siz radarni yo'q qilish kerak deysiz. Radar nimaga? Radar bo'lsin, radar ishlasin, lekin qonunan ishlasin. Buni tartibga solib bering. Siz buni tartibga solib bering, tartibi bo'lsin, har bitta qiladigan ishi bo'lishi kerak. Mana pul qidirmasin ular. Pul qo'ymasin, bunaqa juzi ham anaqa pul to'lamaydigan pul to'lama, pul qo'ymasin. Ana shuni aytayapman. Tezlikda yurganda mashina tez yuradi-ku. Radar o'zi 3 ta 4 ta skorost oldin ko'rsatar ekan apparati. Siz bir narsalarni shu topib berishingizni so'rayman. Siz uni yo'q qilish kerak deb aytmang. İşlasin, hamma ishlasin. Vazir ham ishlasin, u ham odam. Odamlar uni hayvon deyapti, hayvon emas, odam. Ishlasin, to'g'ri ishlasin. Hamma ishlasin.
lekin aybdor bo'lmasdan, odamlarni norozi qilmasdan. Qanaqa qilib men bitta mana shu joyda mana shunda o'tganimga man shuni bilamanmi man mashinamni yoqib tashlayman. Shunchalik ham jarima soladimi? Siz shuni hal qilib bering.